Qoraqalpog'iston uchun ahamiyatli yana bir tarixiy qaror qabul etildi. Qoraqalpog'iston uchun 400 million AQSh dollari, 1 trillion so'm va 152 hektardagi katta mega loyiha haqida bugun batafsil ma'lumot beramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida tekkili sirt el investitsiyalar tikarında Yoshlar sotsial ekonomikalik zonasının qurib ilojlari haqidagi 332-sonli prezident qarori qabul etildi. Mazkur qarorga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanida Yoshlar ijtimoiy-iqtisodiy markazi barpo etiladi. Markaz hududida IT oliy ta'lim muassasalari, bundan tashqari turar joy binolari, ijtimoiy soha obyektlari, yoshlarni bandligini ta'minlashga hissa qo'shadigan korxonalar o'z faoliyatini mana shu joyda boshlashi reja qilingan. Buning uchun bo'lsa, chet el investitsiyalar tikarında 400 million AQSh dollari, so'ning bilan birga respublika byudjetidan 1 trillion so'm suda tikarında qarshi ajratiladi. Bu pullar hisobiga ko'pchilik Xo'jayli City deb nomlayotgan loyiha bo'y tiklaydi. Ko'pchilikda noto'g'ri tushuncha bor. Bu loyihaning nomi Yoshlar ijtimoiy-iqtisodiy markazi. Bu markazda hozir qurilish ishlariga start berilgan, 5000 dan ortiq yoshlarimizni bandligi ta'minlanishi bu loyihada reja qilingan. 2030-yilgacha mana shunday go'zal kompleksni siz u biz foydalanuvchisi bo'lamiz va Qoraqalpoq eliga, Xo'jayli tumaniga mana shunday gigant loyihalar muborak bo'lsin deymiz.